Nigor? Nigor degan baliq ham bor ekan. Qayerdaligimni anglagandirsizlar? Qisqichbaqani dodalari mana. Dengiz mahsulotlarini zo'ri mana shu yerda. Asyoturmi bu? Biz Makkadagi eng katta baliq bozoridamiz. Mohira ekan shu baliqning oti. Mohira degan qizni mendan xafa bo'lmanglar. Baliqning oti shunaqa ekan, Mohira ekan. Garo'xf kelgan baliq yesanglar tamom, Garo'xf. Kim ko'rgan o'sha kinoni? Krablarni ham yesa bo'lar ekan bu yerda mana qaranglar. Buni oti Ursha ekan. Fulot? Burburaysmi? Nima san deydi-yu, uzunligi ham 1 metrdan oshsa kerak. Yaratganning qudratini qarang, mana qanotlari boshqacha baliqlar. Mana maza qilasizlarmi ko'rib, bitta like bosib qo'yinglar. Xo'shsizlar, baliqning qanaqa turlarini bilasizlar, yozib qo'yinglar. Bu videoni esa tezlikda baliqxo'r do'stinglarga jo'natib qo'yinglar, maza qilsin.